Қайырлы күн. Ал бүгін үйге қайтатын күн менде. Отельден шықтым, заттарым жинап. Енді бұйырса аман-есен оралайын еліме. Қазір Ташкенттің центріне барып жатырмын. Біраз тағы аралап, тамақтанып, сосын кешке аэропортқа барамын. Всем пока. Bugun ketyapti. Qalay bo'ldi Toshkentdagi taassurot? Toshkent qishda bo'ldi, nada. Yaxshimi? Endi qitmay ketadi. Bilas ketgisi kelmayapti. Toshkent yoqib qopti. Qachon kelasan yana? Buyursa tag'in kelib. Aniq, точно? Ya. Olmaotaga uchib ketyapti. Salom aytki, men yaqinda boraman Olmaotaga. Ya. Kelasizmi? Ya. Короче, менде рейс saat 7:50 болған болатын. Ал қазір 10:30 деп тұр да. Сонымен Дастан aka meni qo'rqitib жатыр. Ketma, aytolmani, samolyot qizib ketyapti. Suv sepib kutib oldi yaqinda bitta samolyotimizni Antaliyada. O'shaning uchun ketmadi. Yana bir ikki kun qolsang, havo soviydi. O'shanda ketaverasan. Ha, bir ikki kun qoldi meni aldab жатыр. O'zim qo'rqib turibman, sajashka degimga. Bitta o'qitdim. O'lib ketdim desam bo'ladi. Xudo saqlasin. Amon-eson jetib olingchi.